Wenger yaratgan mayta va Fergyuson yaratgan mayta bir-biridan butkul farq qilar ekanda. Fergyuson o'sha davrda eng zo'ri bo'lgan. Ular blogerda hozir. Wenger Murabbiy. baribir qattiq anaqa o'rnatib ketgan ekan. Chunki uni qo'l ostida o'ynaganlar Chunki tizimda ko'pi futbolda Tizim. joyini topib ketdi. Yo'q. Ya tizim Fergyusonning emas, avlodlar butunlay almashgandan keyin Fergyuson diktator. Neville misol uchun qaysi futbolchini olmaylik o'sha davr eng oltimi. Beckham umuman murabbiylikka yaqinlashgani ham yo'q yoki Scholeslar ekspert, Neville ekspert, Rooney ekspert. Murabbiylik qilyapti, lekin hatto Scholes bo'ladi deb o'ylash Scholes ham bo'lmadi. yo'q, tayanchdan ham chiqmayapti-da. Odatda tayanchdan zo'r murabbiylar zo'r chiqadi. mavzu. Lekin Arsen Wengerning hozir hamma shogirdi albatta futbolni ichida o'z o'rnini topgan deb o'ylayman. Arteta ham, Qisman. Arteta ham aynan Arsenalda bar Artetaga aylangan. Oldingi Pepda Shunaqa, Wenger. shunaqa. O'sha davrda Arsen Wenger ya'ni Arsen Wenger qaysidir futbolchini atrofida futbolni qurgan bo'lsa, Anri ham endi to'g'ri ham yarim ekspert, yarim murabbiy, lekin muvaffaqiyatga erishdi murabbiy sifatida. Lekin zo'r tushundim. Fransiya olimpiya terma jamoasi bilan yaxshi murabbiyga aylan. Bitta hozir Bergkamp sal tortmayapti. Endi u boshqa dunyo edi. U Bergkamp Arsenal o'zida ham ajralib turardi-yu. Shunaqa.